Leksiyemizni davamlaştırmaya hürmetlik vatandaş bugün Çislağa 2021 yıl 10. ayının 20. günü. Yukarı leksiyanın devamı nime deydi? Şanganlıkla tehlikeli ikinci derecelik musafirlik salayetiga erişilmey kelivatıdı. Yani PR. O Xitaycha deb ketdim, kechiringlar, P2. Bu alayda köçmenler salayeti vizasiga erishganlar eng oxiri Amerikada o'ltiraqlashib qoladi. Masalan, P2 alayda köçmenler salayeti vizasiga erishganlar eng oxiri Amerikada o'ltiraqlashib qoladi. Majburiy yurtiga qaytarishni vaqtlik normallashtirish. Bu vaqtlik choradir, tadbirdir. Eng usal bo'layotgani Uyg'urlar növbətdə məcburi yurtuğa qaytarışni vaqtlik normallaşdırış siyasətidinmi bəhrəmən bulalmayvatıdı. Diqqət vətəndaş. Ən usal bo'layotgani Uyg'urlar növbətdə məcburi yurtuğa qaytarışni vaqtlik normallaşdırış siyasətidinmi bəhrəmən bulalmayvatıdı. Musafirlik salayeti beriş huquqidinmi bəhrəmən bulalmayvatıdı. Uyg'urlar musafirlik salayeti berish huquqidanmi bahramand bo'lolmayotdi. Amerika konservativlar bilim xazinasi an'anaviy fondi jamiyati Osiyo tadqiqot markazi yuqori darajalik siyosat tahlilchisi Olivia Enos guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Washington Amerikaga ko'chib kelgan va Amerikada qolishni xohlaydigan Uyg'urlar va Hong Konglikni 3 xil siyosat bilan ta'minlashi mumkin. Diqqat vatandosh, Washington Amerikaga ko'chib kelgan, balki Hong Konglik qartilgan va Amerikada qolishni xohlaydigan Uyg'urlar va Hong Konglikni 3 xil salohiyat bilan ta'minlashi mumkin. Ular ayrim holda mundaq: vaqtlik qo'g'dinish salohiyati, insonparvarlik qiyosi, ikkinchi darajalik alohida musofirlik salohiyati. Mushu 3 xil siyosatning birisi bilan ta'minlashi mumkin. Enos xonim tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Vaqtlik qo'g'dinish salohiyati siyosati bu qisqa muddatlik salohiyatdir. Bunga erishganlar Amerikada yeshil kartga erisholmaydi. İnsanparvarlik qiyosi tibbiy davolash jiddiy ahvolda qiyinchilik ko'rilgan ahvol ostida tadrijiy tekshirish, aniqlash ehtiyojlar. Ikkinchi darajalik musofirlik salohiyatiga erishish bu uzun yillik plan. Chunki bu kishining o'zi turgan davlatga Amerika elchixonasiga berib viza iltimos qilishning zaruriyati yo'q. Bundaqda yanada qopsilib qolgan Uyg'uriston, Hong Konglik kishilarning iltimos qilish jarayonidagi xavf-xatarni azaytqili bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Uyg'urlarga va Hong Kongliklarga tezlik bilan ikkinchi darajalik musofirlik salohiyati berish kerak. Enos xonimning fikri balki Kongressning fikri, Davlat Majlisining fikri deylik. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Uyg'urlarga va Hong Kongliklarga tezlik bilan ikkinchi darajalik musofirlik salohiyati berishi kerak. Chunki ularning hayotiy bexatarligi dal hozir tahdidga uchrayotdi. Demak, Hong Kongliklarning, Uyg'urlarning hayotiy bexatarligi dal hozir tahdidga uchrayotdi. Doklad Jungoda har qaysi organlar Şinjangda muqimlikni saqlashga qatnashdi. Davomini atanglashlar. Bu yerda ikkinchi darajalik musofirlik salohiyati deganingizda vatandosh, birinchi darajalik salohiyat urush maydoni, urush davri, urushga qatnashgan davlatlar o'rtasida qolgan musofirlarga beriladigan salohiyat bo'lishi kerak.
İhtimal şundaq salayet boluş gerek. İkinci salayet, ikinci derecelik salayet, musafirlik salayeti, belki bu siyasi musafirlik, siyasi panalık talaş salayeti boluş gerek. Endi biz tüvende Fikimiz Tahir Hamid'nin Devlet Meclisi'de fikir koygan yedi, yani Devlet Meclisi guahlığı katnaşkanda koygan sualıga cevap verimiz. Hem Tahir Hamid'e cevap verimiz, hem üzümüzün köğlüdükini, üzümüzün beşidin ötkellerini vatandaşları sözlep tapşırımız.